Assalamu alaykum Sharq Turkistonlik qarindoshlar. Sharq Turkiston Surgunda hukumati televiziyasining xabarlar programmasini ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Dunyo matbuotlarida e'lon qilingan muhim xabarlarni diqqatingizga sunamiz. Gollandiya hukumati tor betining 14-iyundagi bayonotiga qaraganda, 6-oyning 14-kuni Gollandiya Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashidagi 47 davlatga vakolatan Xitoyning kishilik huquq ahvoli to'g'risidagi birlashma bayonotni o'qidi. Bu bayonotda Gollandiya va bayonotni qo'llaydigan cho'ng davlatlar Xitoydagi bo'libmi atalmish Şinjandagi kishilik huquq vaziyatiga bo'lgan andishini ifodaladi. 50-ci navbatlik kishilik huquq kengashi yig'inida Albaniya, Andorra, Avstraliya, Avstriya, Belgiya, Beliz, Bulgariya, Kanada, Kroatiya, Chex, Daniya, Estoniya, Isvatini, Finlandiya, Fransiya, Germaniya, Gvatemala, Honduras, Islandiya, İrlandiya, İsrailiya, İtaliya, Yaponiya, Latviya, Liberiya, Liechtenstein, Litviya, Lüksemburg, Marshall Taqimlarli, Monaco, Karadağ, Gollandiya, Yangi Zelandiya, Shimoliy Makedoniya, Norvegiya, Palau, Polsha, Portugaliya, Ruminiya, San Marino, Slovakiya, Sloveniya, İspaniya, Shvetsiya, Shveysariya, Angliya, Amerika qatorli 47 davlatga vakolatan rayon olgan birlashma bayonotni Gollandiya yetkazdi. Gollandiya bosh elchisi Paul Bakkeris Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashining 50-ci navbatlik yig'inining 2-kuni bayonotni o'qidi. Bayonotda Oliy komissar xonim biz atalmish Şinjan Uyg'ur avtonom rayonining kishilik huquq vaziyatiga davomli ko'ngil bo'lamiz. Keng ko'lamda tadqiq qilingan va ishonchli dokladlarda 1 milliondan ortiq kishining xohlagancha qo'lga ilingandan boshqa Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarga qarata keng ko'lamlik nazorat qilish, kamsitish, shundaqla Uyg'ur madaniyatini qattiq cheklash, kishilik huquq va asosiy erkinlik, jumladan diniy e'tiqod erkinligi, huquqini dafsanda qilish ko'rsatildi. Biz yana qiyin qistoq va boshqa rayimsiz, insoniyatsiz yoki pastkash muomala qilish, jazolash, majburiy tug'mas qilitish, jinsiy parakandachilik, majburiy emgak silish va bolalarni ota-onasidan majburiy ayritish qatorliq dokladlarga ko'ngil bo'lamiz. Biz Xitoyga bu andishlarni jiddiy hal qilish, irqiy kamsitishni tugutish komitetining 2018-yildagi atalmish Şinjanga qaratilgan 8 turlik tavsiyasini, Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarning xohlagancha tutib turilishini o'z ichiga olgan andishalarimizga aloqador tavsiyalarni amaliylashtirish chaqiriqimizni qayta ta'kidlaymiz. Biz yana Hong Kongdagi kishilik huquq va asosiy erkinlik, Tibetdagi kishilik huquq vaziyatiga davomli ko'ngil bo'lamiz. Biz Xitoyni qonun bilan idora qilishga to'liq hurmat qilishga, davlat va xalqaro qonunlardagi kishilik huquqni qo'g'dash majburiyatini ado qilishga, xalqaro fuqarolar va siyosiy huquqlar ahdnomasini imzolashga chaqiramiz. Bundan boshqa Xitoy hukumatining alayda usullarni o'z ichiga olgan mustaqil kuzatuvchilarning atalmish Şinjanga ahamiyatli va cheklimsiz ziyorat qilishini kafolatlantirishini talab qilamiz. Atalmish Şinjang vaziyatining keskin ahvolining og'irligini ko'zda tutib, barliq davlatlarning musofirlar yoki panohlik tilaguvchilarni majburiy qaytarib o'tmaslik prinsipiga hurmat qilishini talab qilamiz. Oxirida biz yaqinda Xitoyga qilgan ziyoratingizni, jumladan atalmish Şinjangni o'z ichiga olgan Xitoy amaldorlari bilan kishilik huquqqa munosabatlik har xil masalalar to'g'risida suhbatlashish fursati bilan ta'minlaganligingizni va 28 maydagi bayonotingizni qabul qilamiz. Biz texmi tafsiliy kuzatishga qiziqamiz. Masalan, Xitoy amaldorlarining ziyoratga qo'ygan cheklimasi, shundaqla fuqarolar jamiyati a'zolari va siz tanlagan joylarga qilgan ziyoratingiz qatorliqlar. Oliy komissar xonim, kishilik huquq kengashining 48 qatimliq qarorlik yig'inida o'tirg'a qo'ygan ishxonangizning atalmish Şinjandagi kishilik huquq dokladini e'lon qilganligi to'g'risidagi uqtirishingizni eslab, uning tezroq tarqatilishini umid qilamiz. Kengashning vaqt jadvaliga munosabatlik texmi ko'p uchurlar bilan ta'minlay olamsiz. Rahmat sizga, deyildi. Bachelet kishilik huquq tashkilotlari shundaqla Amerikani o'z ichiga olgan bir qism g'arb hukumatlarining tanqidiga uchradi. Ular Xitoy amaldorlarining bu ziyoratga qo'ygan shartlari tufaylidan kishilik huquq muhitining to'liq va mustaqil baholanishiga erisholmaydiganligini o'tirg'a qo'ydi. Dushanba kundagi uning 2-ci navbatlik vazifa o'tash muddatini qabul qilmasdan, balki 8-oydagi 4 yillik vazifa o'tash muddati to'shqandan keyin istifa berishini planlaganligi to'g'risidagi bayonotning orqasida Xitoy safaridan kelgan inkoslar bor deb faraz qilinmoqda. Isroiliya bayonotga imzo qo'ygan davlatlarning biri. Isroiliya uda 2 yil bu xil bayonotlarga imzo qo'ydi, ammo Isroiliya Nyu-Yorkdagi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti umumiy yig'inida shuningga o'xshash bayonotga imzo qo'yishni rad qilgan.
Bayonotga imzo qo'ygan davlatlarning ichida birla musulmon davlati bor, u bo'lsa Albaniya. Ham musulmon qarindishimiz, ham irqdishimiz, qondishimiz bo'lgan Turk Cumhuriyetlarining birsimi yo'q. Sharq Turkiston surgunli hukumati buningga Twitter hisobidan inkas qaytirib, biz Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashining 50-ci navbatlik yig'inida Xitoyning ishg'ol qilgan Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlarga qilgan vahshiylikni ayblagan 47 davlatga rahmat aytamiz. Dunyodagi musulmonlar ko'p sonliqni egallaydigan davlatlarning sukutni tanlab Xitoy bilan bir safda turganligini ayblaymiz dedi. Hammalar shuni bilishi kerakki, biz tinchlikni xohlaymiz deganimiz, biz to'liq mustaqillikni xohlaymiz deganimizdan iborat bo'lishi lozim. Bizning buni orzu qilish huquqimiz, kuchimiz bor. Biz 10 yoki 20 yilda haqorat bilan o'lgandan vatanimizning mustaqilligini qo'lga keltirib, sharaf va izzat hurmat bilan o'lishni oldingi o'ringa qo'yishimiz kerak deydi Mustafa Kemal Atatürk. Tajovuzchidan tinchlikni talab qilish g'ururi, vijdoni bo'lmagan millatga xos xususiyat. Bizning g'oyamiz vatanimizni tajovuzchidan qutqizib, mustaqil qilish bo'lishi va bu g'oyani ishga oshirish uchun har qanday badallarni to'lashga tayyor turishimiz lozim. Hurmatli ko'ruvchilar, xabarlarimizni diqqat bilan anglag'anlar uchun ko'p rahmat. Kelar qitimki programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.